Bilasizlarmi, yozda issiq kunlarda odamni 3 ta narsa qutqaradi: suv, konditsioner va albatta tonirovka. Oldinlari tonirovka shunchaki pont uchun taqilgan bo'lsa, qonunlar ancha yumshagandan keyin u shunchaki suv va havodek zarur bo'lib qoldi. Chunki mashinada yurganingizda kondiyorni qancha baland qilishingizdan qat'iy nazar u sizni ultrafiolet nurlardan qutqara olmaydi. Uzoq muddat quyoshda turish bo'lsa, odam tanasiga ham, mashina detallariga ham zarar. Lekin tonirovka haqida gap ketganda ba'zi insonlar adashtiradi. Mana sizga savol: 70% tonirovka bu 70% nurni o'tkazadi deganimi yoki o'tkazmaydi deganimi? Agar siz o'tkazadi deb javob bergan bo'lsangiz, tabriklayman, chunki aksariyat insonlar o'tkazmaydi deb o'ylab xato fikrlab kelishar ekan. Aynan shuning uchun tonirovka foizi oshgan sari emas, balki tushgan sari qorayib boradi. Ya'ni svet o'tkazishi pasayib boradi. Mana sizga yaqqol misol: foiz tushgan sari nur o'tkazish darajasi ham tushib boradi. Agar siz ham o'zingizni va avtomobilingizni issiqlik va quyosh nurlaridan himoya qilmoqchi bo'lsangiz, men sizga Koreyadan olib kelinadigan LGS tonirovkalarini tavsiya qilaman. Chunki u sizni 80% issiqlikdan va 99% ultrafiolet nurlardan himoya qiladi. Eng qulay tarafi, siz O'zbekistonning qaysi hududida yashashingizdan qat'iy nazar bemalol quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, o'zingiz yashab turgan joyda LGS tonirovkalarini qattiq qo'ydirish mumkinligi haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va LGS tonirovkalaridan foydalaning.